Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu malimiz sotiladi. Bugun qachon tug'adi bu? 4-iyulda 9 oyga to'ladi. 4-iyulda 9 oyga to'ladi. Xudo xolasa yaqinda tug'adi bu malda. Angusdan qochgan balasi angus ha? Xudo xolasa tug'sa gibrid mal bo'ladi bu. Bahasini qancha deysiz? Kelishtirib aytavering. 35 o'tadi. 35 bo'lsa, ya kelishtiringda. 35 35. yillarni yaxshi ko'rsat. Emchaklarni ushatdi. Yo'q. Ushatib ko'rsat. Ushab? Mektubda. Birinchi tug'ishi. Mana. Ushab turibdi, malla gap yo'q. Doktordan ham qo'rqmay turibdi mana. Kelishtirasiz, u 35 degan sal og'irroq bo'ladi kuzatuvchilarga. Kelsa kelishtirib berasiz. 35 dan tushib berasiz xullas. Bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa, kelurasiz, nomerni ayting. 99 160 1440. Agar kimga psentovach kerak bo'lsa, ana shu molni olmaslar maslahatim. Yeyishini, ichishini javob deydi egasi buni. Birinchi tug'ishi. Xullas bu yoq molga gap yo'q. Zo'r narsa. Endi yaxshi mol bagaman, puldan qochmaydi burgarlarga. Iberib qo'yasizlar. Yaqinda tug'adi bu mana nimalari. Zo'r xullas, molga gap yo'q. Mana. O'zim bosib versam ekan, ay. Ko'rdik.